Assalomu alaykum, qadrli yoshlar, hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar. Avvalambor hammalaringizni ko'hna va boqiy Buxoroda sizlarni yana bir marta ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Mana bugun qarangki, bitiruvchi 2026 anjumanni o'tkazib turibmiz. Men bugun bitiruvchilarimizga qarab, o'g'illarim, qizlarim, ukalarim, singillarim barchalaringizni bugungi ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga faqat oq yo'l tilayman. Hech qachon bayroqni qo'ldan boy bermanglar. Bugun siz Buxoro farzandisiz. Buxoro ko'ksingda ko'rkam binolar, yashnagan husningga qo'shmoqda husn. Qani edi tirilib Ibn Sinolar, ko'rsatdi gullagan chehrangni bugun. Vatanga taniqli joysan Buxoro. Bugun ko'hna va boqiy Buxoroda Buxoro davlat pedagogika instituti bitiruvchilarini bir joyga jamlading Buxoro.